Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar. Mana hozir biz Darnoxe, Sharitos, jamoat tojdordan Dexay Qaraman uchastkadamiz. Mana Qaraman uchastkaning sherigitlari kuch birlikda bir boshdan bosh chiqarib akalar, ukalar. Mana imkoniyat boricha pashti 8 metr, 9 metr asfalt qilyapti do'stlar. Kelingizlar. Biz tomondagilar shu kuch birlikda biz ham bir xatar 500 metr, 600 metr asfalt qilaylik. Bilasizlar, buzuq joylarimiz bor. Imkoniyat bor shularni bitta teshik joylarini asfalt bo'layotgan joyni polni asfalt qilib beraylik. Bu hammamizdan qolib ketadi akalar, mol dunyo. Mana shu qo'limizdan kelsa xayr ehsonga ozgina bo'lsa ham qo'limizda cho'zsak, mana shu asfaltimiz bo'lsa, kimki shu ko'chadan o'tsa, savob o'zimizdan boraveradi. Kengizlar qo'llaringizdan kelgancha 10 ro bo'lma, 100 ro bo'lma, 50 ro bo'lma, 10 so'mma, 20 so'mma Tojikistonda akalar, ukalar. Mana xayr ehson qilayotgan aka-ukalarimiz juda ko'p. Oldingi videomizda rezultat bo'lmabdi. Sayfiddin aka, Rezultat bo'lgan. Yana bir bor assalomu alaykum do'stlar. Mana Qaraman uchastkam o'zi ozgina joyi qoldi. Endi nima desam bo'ladi? Oldingi videomizda rezultatni aytishga odam uyaladi, lekin aytmasak bo'lmaydi. Do'stlar, oldingi videoda 355 so'm pul tushgan ekan. Ular turibdi. Chunki uni odamlar bir noq tashaganda ishonib ishonmay, do'stlar, garantiyali karta. Shunda Asamiddin chiqadi, Dushanba seti bor. Shunga bemalol tashlaslaringiz bo'ladi. Bu video murojaatimiz mana shu Qizlobod Beshkapa Parsiz mahallasiga bo'ladi. Do'stlar, harakat qilaylik. Shu borib biz ham shu qo'ldan kelgancha shu yo'llarimizni salgina teksab qo'ysak. Jamoatimizning raisi o'tyapti. Sizlar dedi, shu bitumga pul yig'inglar deyapti. Shvenka tomonlama biz ham qo'ldan kelgancha yordam qilamiz deyapti. Shvenka o'zimizdan deyapti jamoat raisi. Shuning ham rahmat. Masalan, mana Shvenka o'zimizdan dedi. Sizlar texnikaga shu bitumga pul yig'ib dedi, imkoniyat boricha harakat qilinglar deyapti. Shunga akalar, ukalar, sizlardan iltimos, kimki videomizni ko'rsatsa, laykni unutmanglar, videomiz kengroq tarqalsin. Mana shu kimki videomizni kuzatib turgan bo'lsa, xayr ehson qilmoqchi bo'lsa, ehsonlar joyiga kelib tushadi. Biz ham harakat qilamiz. Shu 10 so'm tilasan, 10 so'mlik asfaltda harakat qilib beramiz do'stlar. Shu befarq bo'lmadi shu videomizga. Netiki shu Beshkapa Parsiz Qizlobod. Bu yoqdan kelayotgan, masalan, Iskara bor bu yerda, Paxtabod bor. Qay ular ham shu yo'ldan o'tadi. Qo'ldan kelsa shu karta nomer, shu bitta nomer, Dushanba seti. Shunga tashxislar bo'ladi. Karta yigitlar o'ziga tog' insondika, hech kimda pul chaqa ketmaydi. Harakat qilamiz do'stlar, asfalt qilamiz. Kuch birlikda, faqat kuch birlikda. Mana shu Qaraman uchastkaning sherigitlari, bachalari mana harakat qildi, kuch bir boshdan joq chiqardi, cho'tka mana asfalt bo'ldi do'stlar. Mana Qaraman uchastkaning sherigitlari mana harakat qildi, kuch birlikda asfaltni qilyapti akalar, ukalar. Biz ham kengizlar shu dalshi mana shu asfaltimiz tugamasin, ketaversin shu yoqqa qarab. Tolka bapesh. Shoq qarab ketaversin. Qorayib asfaltdan. Mana o'tgan yil mana 500 metr asfalt bo'ldi. Bugun ketdi mana 800 metr asfalt bo'lyapti akalar, ukalar. Yana dalshi bo'ladi deyapti. Hali bular zaxirasi ko'p ekan, ko'ryapsizlarmi? Mana peshxot ham qilamiz deyapti mana. Peshxot qilamiz, nima? Ana. Gap yo'q. Mana nima deymiz do'stlar, shu imkoniyat boricha harakat qilaylik. 10 ro bilan ehson, 100 ro bilan ehson. Ehsonning kichik katasi bo'lmaydi. Kimki yordam qilsa o'zining oxirati uchun do'stlar yordam qiladi. Xayr ehson chiqaradi. Shu to'layotgan pullarimiz ishonarli kartaga kelib tushadi va tochkasiga kelib tushadi. Nima deysiz, Sayfiddin aka bilan aytgan? Yo'l tam o'chiribdi. Nima deymiz? Bugunchisi 27-avgust ekan. Yana sizlar bilan xayr demaymiz, yana ko'rishamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Qo'ldan kelgancha yangilik bo'lsa aytaveramiz.